Bir narsa borki, biz bugun jannat tomon intilayotgan mo'min musulmonlar jannat yo'lini qidirishlikda ba'zan bir tomonni hisobga olamiz. Ya'ni namoz o'qiymiz, ibodat qilamiz. Lekin tashqarida hayotimiz boshqacha. Mana bu juda ham achinarli holat. Rasulimiz alayhisalom aytadilar, eshitaylik. Mana shu hadisni Imom Tabaroniy rivoyat qildi. يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبل تحامة. Qiyomat qoyim bo'lganda deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Odamlarni olib keladi, shunday odamlar bo'ladiki, ularni qilgan amallari, yaxshiliklari, savoblari tuhomi tog'ichalik bo'ladi deyapti. Qarang. Shuncha tog'lik savob bilan keladi qiyomatda maydonga. Uni taroziga qo'ysa og'ir keladi-ku, taroziga qo'yiladi-ku. Mana shuncha bilan keladi. Hatta idza ji'a bihim ja'alaha Allohu haba'an mansura. Keyin Alloh taolo o'sha olib kelgan tuhomi tog'ichalik bo'lgan savobini chang g'uborga aylantirib yuboradi, deyaptilar. Shunday g'ubor bo'lib titilib ketadi, sochilib ketadi. Thumma yuqdafu bihim finnar. Keyin haligi sohibini do'zaxga kirgizadi. Rasulimiz alayhisalom shu gapni aytayaptilar. Xuddi siz ajablanganingiz kabi, biz ajablanganimiz kabi sahobalar ham ajablanib, "Qila ya Rasululloh, kayfadalika?" Nima uchun dedilar. "Nega ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam?" dedilar sahobalar, tashvishlarini so'rayaptilar. Tog'chalik savobi, ajri, yaxshiliklari bilan kelsa-yu, nega bunday bo'ladi dedi. Hayron bo'lib. Payg'ambarimiz alayhisalomning quyidagi gapi hammamiz uchun, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar o'ylantiradigan, vujudini titratadigan gapni aytgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Qol kanu yusallun, namozxonadalar, va yasumun, ro'za tutardilar, va yuzakkun, o'zlarini poklardilar, va yahujjun, hatto haj qilardilar. G'ayra annahum kanu idza urida lahum shay min al-haram ahaduhu. Ammo ularga bir haromdan narsa kelsa olib qo'yaverardilar. Yeb qo'yaverardilar, ishlatib qo'yaverardilar. Fa ahbatallohu a'malahum. Shuning uchun Alloh ularning amalini habada qildi dedilar. Namoz o'qiydi, ro'za tutadi, hajga boradi, lekin birovning haqqiga xiyonat qiladi. Namoz o'qiydi, tahajjud ham o'qir ehtimol, dod deydi, yig'laydi, lekin haromdan hazar qilmaydi. Birovning haqqini yeb qo'yadi, kimgadir tajovuz qilib qo'yadi, xiyonat qilib qo'yadi. Mana bu narsa o'sha savobini ertaga chang g'ubor bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'z davrida tojirlarga aytgan ekanlarki, sizlarni odamlarning namozi aldab qo'ymasin. Hozir shunaqa bo'lyaptiki, azizlar, go'yoki mana shu kirib namoz o'qisa, ro'za tutsa, hajga borsa bo'ldi. Uning uchun hamma narsa hal bo'ldi u dunyo ishi. Yo'q, Alloh saqlasin. Sahobalar qanday edilar? Sahobalar o'sha bir amalni qilgandan keyin uni qabuliyatini so'rab, umid qilib Allohdan taqvoda turardilar. Hozir bizda eng achinarlisi azizlar, bu narsalar o'zi namozxon bo'lib turib, o'zi hoji bo'lib turib, u chiqib kimdir haqqiga xiyonat qilsa, kimgadir yolg'on gapirsa, kimgadir bevafolik qilsa, birovning haqqiga tajovuz qilib qo'yayotgan bo'lsa, bitta uni o'ziga emas, uni orqasidan o'sha ibodatga, dinga, ummatga nisbatan nafrat uyg'otadi.